pul bo'ldi bu? 12. Mulojimmi? 12 bilan tamam. Paxtachi tumani Sultonobod mol bozoriga keldik o'g'inlar. Sultonobod mol bozori. Qo'y necha pul bo'ldi bu qo'y? 3 bilan. Qo'chqar 3 bilan 800 ta bo'ldi. Bo'ldi bu xonojincha. 9 million so'mlik xonojincha ekan. Qancha bo'ldi bu xonojincha? Ey bo'la. Xonojincha necha pul bo'ldi? 83, 8 bilan 300 bo'pti o'g'inlar. Ularga pipillatsa, Echkilar necha pul bo'ldi? Echkilar. 1 million 200. 1 million. 1 million so'm bo'lyapti. Echkilar narxi 1 milliondan. Shuniki Qo'ylar qancha bo'ldi bu qo'ylar? Necha pul bo'ldi bu? Bunisi qo'chqar ha? Puli qancha puli? Shu menga kerak yo'q-da. 10 milliondanmi? Ha, bu bo'g'az, tegizsiz aka. Meziga. Hey! Buyurun. Yo'qlar, nima xabar? Buni hozircha necha pul bo'ldi? 16 tug'magan ha bu. ha, uchtam aka. 16 millionlik buni. Ben 14,5. Tomashadan yana endi uni tomashadan chiqaring. 14,5 millionlik xonojin. 14,5 million. Hech bo'laganmi sigircha? Hech bo'lag 25 bilan bolasi yo'qchami? Ha, bu soati bor. Oldi ayting qancha bilan kelsin? 25 millionlik sigircha. Bular ho'kiz necha pul bo'ldi bu ho'kiz? 18 million. 18 million so'mlik ho'kiz Sultonobod bozorida. Sizga topshirib ketdi, 15 millionlik xonojincha. Savdosi bo'lyapti. bunday deganingiz Necha pul so'rayapti? bunday. Sizdan bir kelishtirib ayting, kelishtirasiz. 13 so'rayapti ekan, 13 mana. Men bundan norozi bo'lmayman. Mana molni bor-ku, baraka topmayapti. Ya, bir 5 million olsangiz ham baraka topmaysiz. 19 millionlik sigir o'g'inlar. 19 millionlik sigir ekan bu. Qo'zicha necha pul bo'ldi bu qo'zicha? 1 million 300 ming qo'zicha. Bir haftalikmi? 1 million 200. Bir haftalik qo'zicha mana. Yaxshi bo'ldi yerda. Oldik. 1 million 200lik qo'zicha. Bir haftalik.